Assalomu alaykum va rahmatulloh. Vision Soliha Group mana tak 3 tali stadionimizda 1 2 3 stalbani ko'taryapmiz mana. Xudo xolasa yana 3 ta stalbamiz qolyapti. Xudo xolasa bugun inshaalloh hammasini ko'tarib bugun kechgacha ko'tarib bo'lamiz. 6 ta stalbani inshaalloh. Mana ustalarimiz hozir ko'tarish jarayoni. Yo'q, tekin shasilma. Siyg'onib ketib qolmasin, siyg'onib Bahror aka. Nima quchoqla Abdulloh quchoqla. Buni Izzatulloh shuing. Shu'ela. Bo'ldi. Joyiga tushdi mana. 1 minut deganda, xudo xolasa 1 minutga ham bormadi, 50 sekundda o'rnatib bo'lindi mana, tikka turg'izib bo'lindi. Joyiga tushdi. Kabellari mana hamma yo'q joy-joyida. Kameramiz qatirilgan mana. Vision Soliha Group har doim xizmatlaringga tayyor. Kimga shunaqa kamera xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aytgancha Instagram, Telegram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qiziq narsalar bo'ladi. Xudo xolasa yanvar oyidan bonuslarni, chegirmalarni ko'paytiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.